Fuqarosini tutqunlikda saqlagan shaxs qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Shahar markaziy dehqon bozori guruh shaxslar qo'lga olindi. Xususan og'ir darajada tan jarohati yetkazgan zo'ravonga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llandi. Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi va Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan qonunsiz ko'cha muhitini shakllantirib, fuqarolarni qo'rqitish va zo'ravonlik orqali nazoratda ushlashga urinib kelgan bir guruh shaxslar qo'lga olindi. Xususan tanishlari va yoshlar o'rtasida Jommi Darital laqabi bilan tanilgan 29 yoshli shaxs Urganch shahar markaziy dehqon bozori hududida 27 yoshli yigitning yo'lini to'sib, uni hech qanday sababsiz kaltaklagan va tan jarohati yetkazgan. Jabrlanuvchining ichki ishlar organlariga murojaati asosida surishtiruv boshlanganidan so'ng ushbu shaxs unga ruhiy va jismoniy bosim o'tkazishga